Yurfakda o'qiydigan mobilograf bachani hayoti 3-qism. Tong sahar 12da xo'rozdan oldin turib sochilantirib, AliExpressdan kelgan dastavkani olishga ketyapman-ku. Ustozim ko'rpandan gapini ikki qilmasdan oynachaga qarab bitta Fendiferski qilichlardan qilib qo'yamiz, keyin asta yo'lga chiqamizda. Chiqishdan oldin sumkamni keraksiz narsalar bilan to'ldiraman. Mikrofoncha astagina sumkamga solaman. O'zim marketdan 450 ming olganman. Maqtanish bo'lsa ham farqi yo'q. Tanishinglar, bu meni xaloskor do'stim Ziki. Telefonimni eng yaqin og'aynisi bular. Aytishlaricha hozir balo o'g'risi ko'paygani uchun zaryadchigimni ham bir o'z uyda qolib ketmasin deb uni ham sumkamga solib oldim. Ya'ni yo'qolib o'g'irlab ketmasinlar buni. Butun podyezdda bo'layotgan hamma narsadan xabar turib turgan eshigimni asta qulflayman, yo'lga chiqaman endi. Damasdan asta sakrab ilashib olib ketdi endi bag'ri Sagdianaga qarab. Sagdianaga borsam hamma joy kavlaganlar. Endi Amudaryoning suvlari shahdan oqar ekan. Uzun marketga borsam hamma hayotdan xafa. Manimcha bular hammasi narsalarini o'zim nasiyaga olgan bo'lsa kerak edi. Tanishinglar, bu Ipmanning o'g'li, mani do'stim Xitoydan keldi hozirgina, ismi Linzali. Bag'i bilan kelishib oldi, endi birga ishlaymiz-da.